Assalomu alaykum, hurmatli hamqishloqlar. Mana achamayli qishlog'imizda, mahallamizda juda ko'p yaxshi ishlar, juda ko'p yaxshiliklar bo'lyapti, yaxshi loyihalar, yaxshi o'zgarishlar. O'quv byudjet, asfalt, hammasi yaxshi bo'lyapti. Ko'p yutuqlarga erishyapmiz ishlar bo'yicha, obodonlashtirish bo'yicha. Mana o'tgan yili 2 kilometr piyodalar yo'lagi qurdik. Bu yil yana kerakli qariyalarimiz, o'quvchilarimiz uchun foydali bo'lgan yana 1,5 kilometr masofaga piyodalar yo'lagi tushiryapmiz. Xudo xolasa mana 500 metrini tugatdik. Yana 1 kilometr qoldi. Xudo xolasa bog'chaga ham olib boramiz piyodalar yo'lagini. Mahallamiz faollariga katta rahmat. Faollar juda aktiv qatnashyapti. Aholimizga rahmat. Aholimiz faol qatnashyapti. Homiylarimizga rahmat. Hammasi faol. Hammasini duo qilib qolamiz. Bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli hamqishloqlar, yurtdoshlar. Alloh taologa beadad hamd va sano shukronalarimiz bo'lsin. Mana xayrli ishlarni boshlab yubordik, xabaringiz bor. Hamma qishloqdoshlarimiz hamjihatlikda, aqllikda mana hasharlarga qatnashyapti, homiylik qilishyapti, sement, tosh, shag'al hammasidan yordam berishyapti. Alloh mukofotini bersin. Albatta hamjihatlik bo'lgan joyda mana shunday xayrli ishlar davom etadi. Yurtdoshlarimizdan, mahalladoshlarimizdan iltimosimiz o'sha ko'chalarimizni toza saqlasak, piyodalar yurishi uchun ham, mashinalar yurishi uchun ham qulaylik bo'ladi, hammamizga savob bo'ladi, sadaqa joriya bo'ladi. Mana shunday tozalik, poklik, ozodalik bo'lgan joyda, hamjihatlik, aqllik bo'lgan joyda Allohning rahmati, nuri, barakoti yog'iladi. Rahmat hammalaringizga. Sog'lig'imizga ulashish nasiblasini qilib, ko'chalarimizda ozgina darishga qilyapti. Piyodalar joy qilyapti. Toshlar tashkil qilganlarni hammasiga ming rahmat. Umrlar uzoq bo'lsin. Qishlog'imiz obod bo'lsin. Bundan keyingi ishlarda ham mana shu yoshlarimiz omad tilaymiz. Qishlog'imiz obod, farovon, gullab yashnayversin. Hammamiz shularga tilakdormiz. Mana shu yerda ishlayotganlarni hammasiga ming bora rahmat, ota-onasiga rahmat. Qishlog'imiz hamjihatligi hisobiga Xudo xolasa bundan keyin qishlog'imiz obod bo'lib, bundan keyin yashnab qolyapti. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Avvalambor qishlog'imizga katta rahmat, mana tashkilotchilarga rahmat. Mana shu mehnat qilayotgan yosh kadrlar, qishlog'imizning bolalari, hamjihat mana shu bosh bo'lib, mana shu 1600 metrda yo'l chekasi qilyapti. Hammaga rahmat. Bundan keyin ham yaxshi kunlar bo'lsin. Obod qishlog'imiz obod bo'lsin. Tashkilotchilarga, hammaga, raislarga, imomlarga katta rahmat. Omadlaringiz bersin. Yaxshi kunlar bo'laversin. Ya Alloh.